Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz dedi tuman sotni doğrusunda joylashgan g'ishli domni ikkinchi etajında, 4 etajli domni ikkinchi etajında hurmatli yurtdoshlar. Men plakatlardan görüp alın. Şu domumuz yolun üstünde, mestası zor. Bedeynen Uğulda şer, Ural Oygesi, Dekkan Bazar, park hem joy udobniy joyda, zo'r mestada 3 xonalı kvartiram satıva chiqdi. O'rta podyezdda, chetki podyez emas. Ben ise ichkari qismi bilan danışıp, görüşüp chiqsak. Hurmatli yurtdoshlar, ikkinchi etajimizga yetib keldik. Her etajda ikki xo'jalikdan ekan, hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz o'rta podyezda ekan, chetki podyez emas. Kirpishniy domda Bismillahirrahmanirrahim girganimizdan ben 10 qo'limizda detski spannimiz joylashgan. Bu yanimiz sanuzel, hojatxona, addiy xonalari, bu yan tarafimiz spannimiz, bu yanimiz zal bo'ladi. Bu yanimizga giradigan bo'lsak, dolan, kuxni, balkon tarafa chiqqan. Bu yerda rakovnamiz joylashgan. Joyimiz hamma joyi shundan ajoyib narsalardan ishlangan ekan. Kraskasini ajoyib toza remontdan chiqib turibdi. Joyimizning dokumentine keladigan bo'lsak, 12 da alingan ekan, kadastr ishlangan ekan. Joyimizning dokumentlari 100% tayyor. Joyimizning kvadratına keladigan bo'lsak, to'shni kvadrat metri 66-58 kvadrat ekan. 66. Joyimizda dokumentlar 100% tayyor, inan chertovlari ajoyib. Dokumentdan muammosi yo'q. Joyimiz ikkilamchi kredit ham chiqadi. İkinci etajda 4 etajli domni ikkinchi etajında hurmatli yurtdoshlar. Ben spanniydan avzonni boshlaydigan bo'lsak, spannimiz aynalari akvayna, joyimizda katyoli bor. Devorlari fonda ajoyib bo'lib turibdi. Oyoq telamiz taxta pol, ajoyib, ustidan parketli pol urilgan. Patologimiz ham oqlanib, kraskalanib, oqlanib turibdi, ajoyib bo'lib. Promoy mulk egasini telefon nomerini qo'yamiz. Mulk egasi bilan promoy gaplashaverasiz. Savdoingiz bersin. Yan tarafimiz hojatxonamiz. Dimoxotlari bor. Suv, sovuq suvdan problemasi yo'q. Hamma narsasi girib turibdi. Gaz, suv, svetda umuman problemasi yo'q. Yan tarafimiz sanuzelimiz. Ajoyib. Suvimizdan naforni ko'ring, nafor ham kuchli. Joyimiz 3 xonalı. Aynalari bor. Yo'l tarafa qaragan, katta yo'lga qaragan aynasi hurmatli yurtdoshlar. Yan tarafimiz esa giradigan bo'lsak, spannimiz. Spannimiz ham ajoyib. Gelishib qoldiradilar, ichindagi narsalarni ayrim jihozlari ketadi, ayrim jihozlar qoladi. Gelishsangizlar tashlab ketinglar. Bu yan tarafa kiradigan bo'lsak, zalimizda mebellarni ahamiyat eting. Mebellar ham splashni ullu mebel qo'yilgan ekan. Oyoq temizdagi g'ollar ham ajoyib ekan. Aynalari akvayna. Patologlarimiz oqlanib kraskalanib turibdi. Televizorlar ham ajoyib. Avalon televizorlar. Yan tarafimiz dolanimiz. Öyle o'zi kuxniy bo'lgan, bu yerdan bo'lingan, ochib egallanan dolan etib qo'yibdilar, kuxniy bu yan tarafa chiqqan. Bu yerda rakovnamiz joylashgan. Kuxnimiz podyez qismina chiqqan ekan, bu yan tarafa. Gaz plita, hamma narsasi bor. Ajoyib, moyka apparatlar ham
Aynalar bu aynayla. Bir de parkovka üçün instaları var. Yan tarafa tutan olsak, yanımızda detiski spaniyat koyup tekerler. Şunun nerseleri koyup. Bir de aynası düşken akva aynalardan. Joyimizning narxlamasini mulk egasi o'zim promo gaplashaman. Mana telefonchilar negativ yozadilar. Uning fikri barmanglar, pulni yozmadi deb o'ylamanglar, o'zlari kelishib savdolashib beraveraman dedilar. Mulk egasini telefon numarini qo'yib o'tamiz. Hozir kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Kvadrat metrlarni aytdim, uyning obzorini ajoyib etib ko'rsatib o'tdim. Joyimiz kimga muvofiqligi bo'lsa, pastdagi telefonlara promoy telefon uraverasiz. Hamma shunday joylar nasib etsin. Kim 3 kanalli joy so'rab birgan bo'lsa, shu yurtdoshimizga yerib qo'ying. Bu yerda yo'lning ustiga plakatini ham bildirib qo'ydilar telefon nomerlarini. Shahar, urologiya, Dekkan bozor, hamma joy udobniy joyda joylashgan hurmatli yurtdoshlar. Mestasini umuman gap yo'q. Yo'lning ustida silikatdan solingan domimiz. Bir daha silikat karışdan 2 karıcha qurilgan. Qalinligini ko'ring. Joyimizga kimga moqligi bo'lsa, telefonim sog' olun, salomat olun. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hamma shunday joylar olish nasib etsin.